Har yili iyun oyining 2-shanbasi dunyoning 170 dan ortiq mamlakatida Global Wellness Day, Jahon salomatlik kuni sifatida nishonlanadi. Inson salomatligi va hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan ushbu xalqaro tashabbus yildan yilga tobora ko'proq insonlarni o'z atrofiga birlashtirib, sog'lom turmush tarzining naqadar muhim ekanini yana bir bor eslatmoqda. Hayotning shiddatli surati, kundalik tashvishlar, ishdagi bosim va turli stressli holatlar ko'pincha insonning o'z salomatligiga yetarlicha e'tibor qaratishiga to'sqinlik qiladi. Vaholanki jismoniy va ruhiy salomatlik insonning baxtli hayoti, mehnat unumdorligi va jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Global Wellness Day aynan ana shu haqiqatni yodga soluvchi, odamlarni bir kun bo'lsa-da o'ziga va o'z salomatligiga vaqt ajratishga undovchi xalqaro harakatdir. 2012-yilda yo'lga qo'yilgan ushbu tashabbus O'zbekistonda ham 4 yildan buyon o'tkazib kelinmoqda. Tadbir tashkilotchilari Saypro Group va Toshkent International Clinic bo'lib, bu yilgi Global Wellness Day Joy Majanda shiori ostida o'tmoqda. Mazkur g'oya insonlarni hayotdagi oddiy quvonchlarni qadrlashga, ijobiy fikrlashga, minnatdorlik tuyg'usini shakllantirishga va ruhiy muvozanatni saqlashga chorlaydi. Chunki zamonaviy tibbiyot ham inson salomatligi nafaqat jismoniy holat, balki ruhiy osoyishtalik, emotsional barqarorlik va ijtimoiy faollik bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlamoqda. Global Wellness Day tadbirini 2023-yildan buyon o'tkazib kelyapmiz. Bu yilgi tadbirlarimizga Rossiya, Qozog'iston, Fransiya, Filippin, Italiya, Hindiston, Turkiya kabi davlatlardan 1000 ga yaqin ishtirokchi registratsiyadan o'tgan. Hozir esa 800 dan ortiq inson bizning dasturlarimizda qatnashyapti. Bu yilgi yangiliklardan biri Push 30 jamoasining ishtiroki. Ular faol hududni tashkil etib, ko'plab kvestlar va musobaqalarni tayyorlashdi. Shuningdek, biz Art of Living vakillarini ham taklif qildik. Ular maxsus nafas olish amaliyotlarini o'tkazishmoqda. Bu yilgi asosiy g'oyamiz biz bilan birga quvoning. Shu bois zumba ustalarini ham taklif qildik. Ular odamlarni raqsga, harakatga va faol turmush tarziga chorlovchi mashg'ulotlar o'tkazishdi. Yana bir quvonarli jihat shuki, Global Wellness Day tadbirlari Xiva va Samarqandda ham bo'lib o'tyapti. Green Hills Resort dam olish majmuasida tashkil etilgan bu yilgi dasturdan faol o'yinlar, yoga va meditatsiya mashg'ulotlari, master-klasslar joy olgan. Mutaxassislar ishtirokida nafas olish texnikalari, stressni boshqarish usullari hamda kundalik hayotda sog'lom odatlarni shakllantirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Siz uchun salomatlik nima? Men uchun salomatlik juda keng tushuncha. Bu shunchaki sog'lom bo'lish yoki kasallikning yo'qligi emas. Bundan ancha kattaroq ma'noni anglatadi. Salomatlik bu muvozanat, stresssiz hayot, baxt, to'g'ri ovqatlanish va mehr-muhabbat demakdir. Global Wellness Day tadbirlarida nechinchi marta ishtirok etyapsiz? Aslida bu tadbirda ilk bor ishtirok etyapman. Bu ajoyib va xalqaro miqyosdagi tadbir ekan. Shu munosabat bilan barchani tabriklayman. Tadbir davomida sog'lom ovqatlanish madaniyatiga ham alohida e'tibor qaratildi. Inson organizmi uchun foydali mahsulotlarni iste'mol qilish, zararli odatlardan voz kechish, muntazam jismoniy faollik bilan shug'ullanish va sifatli dam olish salomatlikni asrashning muhim shartlari ekani ta'kidlandi. Bir kun butun hayotni o'zgartirishi mumkinligiga ishonib, Global Wellness Day'da ishtirok etish istagini bildirgan mehmonlarning tadbir haqidagi fikrlarini so'radik. Bu tadbirda birinchi marta qatnashyapman va menga juda yoqdi. Push 30 doirasida o'tkazilgan barcha o'yinlarda faol qatnashdim va barcha yulduzchalarni yig'ib oldim. Endi yoga yoki meditatsiya mashg'ulotlarida ham qatnashmoqchiman. Ushbu tadbirda ikkinchi marta qatnashishim. Bu yilgi dastur ham menga juda yoqdi. Allaqachon yoga mashg'ulotlari, nafas olish amaliyotlarida qatnashdim va eng asosiysi toza havodan bahramand bo'ldim. Menimcha bu kun aynan sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga xizmat qiladi. Men bu tadbirda ikkinchi marta ishtirok etyapman. O'tgan yil ham qatnashganman va menga juda yoqqan edi. Bu yil esa hammasi yanada ajoyib. Hatto o'tgan yilgidan ham yaxshiroq tashkil etilgan. Shuni ham aytmoqchimanki, bu kabi tadbirlar yoshlar, o'smirlar va kichik bolalarni telefonlardan chalg'itib, foydali mashg'ulotlarga jalb qiladi. Bu juda muhim. Albatta, bunday tashabbuslar sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishning yorqin namunasi hisoblanadi. Birinchi marta kelyapman. Juda ham zo'r bo'lyapti. Chiroyli atmosferali joy tanlashgan. Ko'pchilik musobaqalar bo'lyapti, men ko'pchilik xursand bo'lib, yaxshi kayfiyatda yuribdi. Bugun Global Wellness Day'da Push 30 bilan turli xil o'yinlar o'ynab ko'rdim va yogada qatnashdim.
Mamlakatimizda bunday tadbirlar o'tkazilayotgandan va sog'lom turmush tarzi tobora har bir fuqaroning hayotining bir qismiga aylanib borayotganidan mamnunman. Bu bizning rivojlanayotganimizdan dalolat beradi. Men tadbirning barcha yo'nalishlarida qatnashdim, chunki menga sportning barcha turlari qiziq. Yogadan tortib faol sport mashg'ulotlarigacha. Global Wellness Day tadbirlarining yana bir e'tiborga molik jihati shundaki, ular butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham bepul va barcha uchun ochiq tarzda o'tkaziladi. Bu esa sog'lom turmush tarzi jamiyatning barcha qatlamlari uchun birdek muhim va ochiq qadriyat ekanini anglatadi.